Olis Farg'ona tumanidagi qurilish mahallasida joylashgan oddiy ammo fayzli xonadon. Bu yerda hayot oddiylik, mehnat va baraka bilan uyg'un. Bu xonadonda kun mehnat bilan boshlanadi. Farg'ona tumanining Chimyon deb ataladigan bu hududdagi mahallalarda aholi asosan o'rikchilik bilan shug'ullanadi. Aniqrog'i, quritilgan o'riklarni qayta ishlash bu yerliklar uchun shunchaki ish emas, uzoq yillardan buyon ota-bobolardan meros bo'lib kelayotgan an'ana. Mavlon aka Xolmatovning bobolari ham shu ish bilan shug'ullangan. Xonadon sohibi bir muddat boshqa sohalarda ham o'zini sinab ko'rdi, ammo baribir uning qalbi ota kasbiga chorladi. Shunday qilib, umrining asosiy qismini o'rikchilik bilan bog'ladi. Buni endi eskidan o'zimizni kichkina bozorchalar olib sotib yurganmiz. Sekin-sekin kelajakda endi mana shu chetga chiqarish boshladi endi. Ilgari mahalliy bozorlar va qo'shni davlatlar bilan cheklangan Chimyon quritilgan o'riklari bugun Yevropa bozorlariga ham yo'l olmoqda. Moldovaga chiqaramiz, Litva, Latviyaga, mana Polshaga chiqardim kecha kungi. Tojikistonda sotib olamiz, Qirg'izistonlardan sotib olamiz. Mana ishlab chiqarib biz Yevropaga sotamiz. Mana prezidentimizga ming marta rahmat. Mana shu hozir Yevropaga sotamiz. O'zimiz ishlab chiqarib, tayyorlab turib, ularga katta partiya emas, ozgina qilib sotaveramiz shuni. Hozir mana shu erishdi, mana ming marta rahmat. Yurtimizning har bir hududi o'z an'anasi, o'z hunari bilan mashhur. Bir joyga xos bo'lgan mehnat turining boshqa joyda aynan shu darajada takrorlash oson emas. Masalan, Chimyonda quritilgan o'rik, hatto Farg'ona tumanining boshqa hududlarida yetishtirilgan o'rikni ham bu qishloq ahlidek quritish oson emas. Shu mevani shu hozir sovuq olishini oldini oladi, dudlashni, yaxshi pishishini, ustalik oqib ketmaslik, kunda sig'ini, hammasini bu eskidan dehqonchilik qilgani uchun shuni oldin olamiz. Quritadigan, buni abrobodga qiladigan, shu holatga keltirish uchun shu mutaxassis shu bizni Chimyondasilar. Boshqa hududlarda chiqmaydi deysizmi? Chiqadi. Endi bunaqa qilib qilolmaydi. Biz o'zimiz ham chuqurlashib kirolmaymiz agar buni chuqur ichiga kirib ketsangiz bundan ko'p narsa chiqib keladi. Adxot degan narsa chiqmaydi-da. O'rikni quritib kelganingizdan boshlab oxirgisi o'tin bo'lib yonadi. Bugun ushbu xonadonning o'zida qariyb 30 nafarga yaqin qishloqliklar band. Ishchilar quritilgan o'riklarni saralash, qayta ishlash va qadoqlash bilan mashg'ul. Xonadon sohibi Barno opa esa barchasiga bosh-qosh, osh-ovqat tayyorlashdan tortib, keldi-ketdi va ish jarayonigacha barchasi uning nazoratida. Uy bekasining bo'sh vaqti ko'p bo'ladi deyishsa, biroz xafa bo'laman deydi u tabassum bilan. Eng og'ir vazifa uy bekasilik ekan, ham oshpaz, ham bola tarbiyasi bilan shug'ullanasiz, ham vaqt kelsa shifokorlik qilasiz. Hammadan birinchi turasiz, hammadan keyin uxlaysiz. Hamma yo'qni joy-joyiga qo'yib. Hayot hech kimga tayyor baxtni kafolat bermaydi. Uni insonni o'zi mehnat bilan yaratadi. Samimiy, kamtar va mehnatkash bu qishloq odamlari ham oila xotirjamligini aynan mehnat orqali barpo etgan. Ular uchun yilning 4 fasli 12 oy mehnat bilan o'tadi. Bir oyda o'rtacha 100-150 million so'mgacha daromad qilishadi. Ammo bu haqda maqtanishni yoqtirishmaydi. Oson bo'lmagan bu kungacha tik oyoqda yetib kelish. Sabr qilsangiz hamma narsaga erishar ekansiz. Vaqti kelsa 1000 so'm pul topolmay qolgan kunlarimiz ham bo'lgan. Valla o'qirdi, ertaga qatdan olar ekanman deb degan kunlarim ham bo'lgan. Mana sabr qilsangiz hamma narsaga erishar ekansiz. Hozir ko'zim oldidan o'tadi o'sha kunlarim hammasi. Bugun bu qishloqdagi deyarli har bir xonadonda xuddi shunday mehnat jarayonini ko'rish mumkin. Zaxiraga saqlab qo'yilgan quritilgan o'riklar qayta ishlanmoqda. Hademay yangi mavsum boshlanadi. O'rik pishadi, mahalla ahli yana bog'lar sari yo'l oladi. O'rik teriladi, saralanadi, quritiladi. Qo'shni viloyatlar va vohadan ham o'rik olib kelinib, xonadonlarda zaxira qilinadi. 30 dan ortiq bosqichdan o'tgandan keyingina tayyor o'rik qoqilar bozorlarga yo'l oladi. Oldin shu bog'bon bo'lib, bog'bonga qarashib, mana shunda endi bilmaymiz endi bir qop, ikki qop endi shundan endi kelib chiqqan. Hozir zaxirada 30-40 tonna bor. Mana yerda hozir mana shu ko'rib turganlar 35 tonna, 40 tonna narsa. Bu qishloqda hayot o'rik daraxti bilan bog'langan desak xato bo'lmaydi. Daraxtdagi o'rik uzilgan kundan boshlab kelasi yil yana shoxlarida meva pishgungacha bu mehnat to'xtamaydi. Bu kun Maftuna Mamasidek va Abdulloh Rashidov, Farg'ona.